Bolajonlar, mendagi bujonlar tayyorlasam, o'xshab chiqadigan xurasam tayyorlashni o'rgataman. Stakon yog' solingan suv, 200 ml sut, 1 choy qoshiq tuz, 25 gramm pariman xamir turishi, 100 gramm shakar, 1 kilo un solib xamir qorib, 70 gramm saryoni xamir orasiga mushlab yedirib yuboramiz. 1 soatga muzxonada tindirib qo'yamiz. 500 gramm saryoni pergament qog'oz orasiga qo'yib, 4 burchak shaklda yoyib olamiz. Xamirni shu ko'rinishda yoyib olib, o'rtasiga saryoni qo'yib, shu ko'rinishda taxlab, yopib 45 cm uzunlikda yoyib, yana 2 marta taxlab, xonaga 1 soatga qo'yib qo'yamiz. Uni yana 45 cm uzunlikda yoyib, oxirgi marta yana shunaqa taxlab, yarim soatga muzxonada tindirib qo'yamiz. Xamirni shunaqa qilib yoyib olib, 450 dan o'lchab, shunaqa shaklda kesib olamiz. Sal cho'zib o'rab olib, oshirishga bir pas qo'yib qo'yamiz. Ustiga tuxumni sarig'iga suv aralashtirib sepib olamiz. 180 gradusda chiroyli qizarguncha pishirib olamiz. Ichiga solishga men shunaqa quyuqqina gishonkadan foydalandim. Bu jonilarni qilgan xurasani sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta yurakcham bosib ketinglar. Bismillah. Bay. Ustilari qarsida, ichlari yumshoq. Saryoni hidlari, ta'mi shundoq kelib turibdi. Juda mazali.